Hürmetlik televizor kögüçüler, naq maydandaki tomoshabinlar, bugün ko'rdiğinizlar Şinjan televiziya stansiya Xuyu madaniyat taqtish şirketi bilan Şinjan Albidar madaniyat media cheklik şirketi birlashib yo'lga qo'ygan nutq so'zlash tipidagi programma ular shundoq deydi. Undaqda programmamizdagi ular kimlar? Programmamizdagi ular bo'lsa, o'z sohasida o'z kasbidan natija qozonib, o'z muvaffaqiyatlari orqali jamiyatga ta'sir ko'rsatgan kishilar. Biz ularniki muvaffaqiyat ta'sirotlari, shundaqla hayot qarashlari, turmush tajribalari orqali jamiyatga ilhom va madad bermoqchi. Bugungi programmamizdagi bosh qahramoni bo'lsa, Şinjan Universiteti matematika sistemi fanlari institutininki professori, doktor yetakchisi Abdurashid Abduvali. Menimcha matematika yo'q ya yo'q. Dünyanın hamma yeri, turmushimizning hamma yeri matematik bilan to'lgan. Shuning uchun matematika bizning turmushimizning markazi va insoniyat madaniyatining muhim nuqtasi deyishga bo'ldi. Shunga bu nuqta haqida tafakkur qiluvchi Abdurashid Abduvali to'g'riliq bugun bir VCR ko'rib boqaylik. Marhamat. Şinjan Üniversiteti Matematika ve Sistemi Fanları İnstitutu'nun muavin müdiri. Jongo Hesaplash Matematikasi ilmiy jamiyati Şinjan sho'basining boshlig'i. Professor Doktor Abdurashid Abduvali. Abdurashid Abduvali 20 necha yillik o'qitish va tadqiqot jarayonida qo'lga keltirgan natijalarga asosan Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha chet ellarda o'qib qaytib kelgan munavvar xodimlar mukofoti, Bogan guruhi munavvar o'qituvchilar alohida mukofoti, Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni bo'yicha tabiiy fanlar o'qitish xizmatidagi danglik o'qituvchi qatorliq nurg'un sharaflarning sohibi bo'ldi. Doktor Abdurashid Abduvali matematik o'qitishi va tadqiqotidagi gavdalik natijalarga asosan avtonom rayonimiz, hatto davlatimiz matematik sohasidagi nopuzliq mutaxassislarning qoyilligiga erishdi. Bundaqda Abdurashid Abduvali qanday qilib eng qiyin fan deb qaralgan matematikadan iborat bu kasbda o'qib va tadqiqot bilan shug'ullanib, boshqalar e'tirof qilolmagan natija qozona oldi. Qanday qilib matematikadan iborat bu zarur fanni yaxshi o'rgangili ham uningdan unumli foydalangil bo'ladi? Ya'ni bizniki matematik fanlari professori doktor Abdurashid Abduvalini taklif qilaylik. Marhamat. Qarsam yaxshi turibsa. Rahmat. Menimcha matematikani yaxshi hisoblash bilan go'shtni yaxshi yegandek turibsa. Albatta shunday bo'ldi. Bunda qarsam menga formuladek ko'rinsa o'zing. Sence matematik tasmi? Albatta tas. Tasmi? Tas. Lekin men yaxshi ko'raman, qiziqaman va buni so'yayman. Sen tas narsalarni belki so'ysan shundaymi? Hamma odam shunday bo'ldi. Hamma odam o'zininki tas bo'lgan narsaga uni o'ginib baqay, uning intilib, agar ashuni yaxshi ko'rsalar, uni cho'qim boshqa ep chiqib ketadi deb qarayman. Yaxshi ko'rsalar boshqa ep chiqadigan ish bo'lsa nihoyat yaxshi. Men matematikani yaxshi ko'rgan. Lekin oxirgi ep chiqib ketdim men. Lekin sen chin yurgandan yaxshi ko'rmabsan. Chin yurgimni yaxshi. Agar chin yurgidan yaxshi ko'rgan odam uni hargiz tashlab atmaydi. Uni pul uchun, uni boshqa narsalarga setib atmaydi. Haqiqatda tirishib, oshnanki qonuniyatini egallab oldi hamda uningki eng oxirgi pallisigacha tirishidi. Lekin fanni sen bilsa, u oxirgacha chiqmaydi, shundaymi? Oxir chiqmaydi. Qancha o'rgangan sari shuncha ishkirlab ketgan bo'ldi. Sen matematikaninki bizning taraqqiyotimizga roli haqida bir nutq so'zlab boqamsan? Rahmat. Matematika nihoyatda qo'llanishi ko'p bo'lgan hamda fanlarning asosi. Demak, matematika ilm fanning darvozasining oltin ochqichi deb atay ekan. İtaliyalik bir olim Galilei, balkim siz tanıysizlar, matematika olimi Galilei. Agar tabiatni bir kitob desak, u kitob matematika orqali yozilib chiqqan deydi. Bu deganlik nima desa, agar sen matematikani bilmasang, tushunmasang, bu tabiatni tushunamaysan. Tabiatning sirrini yeshamaysan deydi. Unda bo'lsa, zaten bizning matematika deganimiz nima? U matematika deganimiz bizningki sezgirligimizni oshiradigan, bizni texmi o'tkir qiladigan, bizni texmi tirishib mukammal ishlarni qiladigan, yetaklaydigan mana bir tantarbiyaga o'xshasak bo'ldi. Mening ko'z qarashimcha. Unda bo'lsa matematika zaten qanday rollarni o'ynaydi? Qanday ishlarni odamga
beg'ishlaydi. Shuni o'ylab boqaylik. Birinchi, matematika mening nazarimda odamning tafakkurini yetishtiradigan, odamning tafakkurini texmi mukammallashtiradigan bir fan deb qarayman. Ikkinchisi, matematika u amaliyotdan kelgan. Matematikalik masalalarning hammasi amaliyotdan kelgan. Biz amaliyotga kelgan narsalarni biz matematika orqali biz uni yechib chiqarib, yana amaliyotga sunamiz, jamiyatga turmushga sunamiz. 10 yil burun Janubiy Shinjongga bir xizmat to'g'ri berib qoldim. Bir qilish jarayonida men shuni his qildim. Xotanga borgandim. Xotanda men attiganda qolsam shunda havo yaxshida. Tuyuqsizla bir 5 minutning ichida havo o'zgarib ketdi. Tuyuqsiz to'p yig'ib ketdi. To'pi yig'ib ketgandan keyin bu go'zal bir shahar birdamda to'pining ichida qolib qoldi. Men shuni his qildimki, bu qanday ish? Bu nimishki mushta bo'ladi degan bir ideya menda paydo bo'ldi. Shuning bilan men o'ylab qoldim. Bu qanday narsa? Shuni men dehqonlardan so'radim. Bu nima hadisa? Bizningki mushta bo'lgan hadis zot nima desam, ular mushta yaqinligi to'pa yog'damab qoldi. Uning kendi qumliqmi bak ko'chib ketibdi, qumliqmi bak kengirib ketibdi dedi. Deganki menda bir o'y paydo bo'ldi. Agar men mushu qumliqning kengayishi to'g'riliq bir tadqiqot temasi ishilsam, mushu tema orqali men mushu qumliqningki har yilda qanchalik kengaydiganligini men hisoblab chiqsam, bilsam, mushu qonuniyatni bilsam, u chaqda men yuqori o'rinlarga mushu to'g'riliq doklad bersam, mushu qumliqning kengayishi to'g'riliq natijani bilgandan keyin mushu ekologiyani qo'g'daydigan, mushu qumliqni tizginlaydigan bir siyosat chiqqanmi degan niyatda men bir doklad yozdim. Doklad yozib, buni markazningki tabiiy fanlar fondiga sundim. Sungandan keyin ular qabul qilib menga iqtisodiyotni yordam berdi. Men mushlar temadan ishkini ishildim. Ishlash jarayonida men janubga berib, mushu qumliqningki ko'chishi, ya'ni qumliqning kengayishi to'g'riliq mushlar tadqiqot temasi ishlab, men qumliqning ko'chishiningki matematikalik formulasini, ya'ni matematikalik modelini tuzib chiqdim. Tuzib chiqqandan keyin bizningki gruppidagilar mushu modelni tadqiq qilish orqali, mushu modelni matematik usullar orqali yechish orqali mushu janubning quminingki har yilda 5 metrdan 6 metrgacha kengaydiganligini biz bayqadik. Bayqagandan keyin buni yuqori o'rinlarga berdik. Bergandan keyin yuqori o'rinlar, ha, albatta bu tizginlamasak bo'lmaydi ekan deb mushu janubga o'rmon barpo qilish, mushu qumliqni tizginlaydigan nurg'un siyosatdan o'tirib qo'ydik. Endi meshad nima degan chaqda matematika turmush bilan xuddi sudek yaqin munosabatda degan ifoda bo'ldi. Demak, turmushdan oldik, yana turmushga biz javob berdik. Buning qonuniyatini egalladik degan gap. O'tganki asrninki 80-yillardan boshlab iqtisod olimlari Nobel mukofotiga erishdi. Biz bularni tadqiq ko'rsak, bularning ko'pchiligi qandayki, oliy maktabda matematika o'rgangan matematiklarga. Bu deganlik nima desa, iqtisod bilan matematika qandayki, naydi zich yaqin narsaga. Yana birsi, men bir 5 yil burun Abnum rayonidagi yuqori bir o'rinni menga mushu butun Shinjongninki 3 yillik milliy tiboat dorilari bilan jungochi dorilarninki setilish sonliq sepirini menga berdi. Berib ularning talabini kelsanlar, shu sonliq sepirlar orqali mushu Shinjongninki bozor ahvolini selishtirib kelsang, bizga analiz qilib bersang, qaysi dorininki Shinjongda setilish miqdori ko'p, qaysi dora bizga yaxshi unum akib berdi. Agar biz Shinjongga milliy tiboat dorilarini yasaydigan zavod qurmoqchi bo'lsak, Shinjongning qayerga qo'ygan qurgan vaqtimizda muvofiq keldi degandan mushtaq bir mazmundagi temati. Men uni qabul qilib bizningki guruhimiz bilan ishildim. Ishlash jarayonida biz shu 56 o'rindan kelgan milliy tiboat dorilardan 1178 xil, jungochi dorilardan 988 xil dorininki shu 3 yillik nurg'un sonliq sepirini biz ratlash ham buningda istatistik qilish orqali Shinjongda mushu dorilarning setilish ahvoli, setilish miqdori, mushu dorilarningki bozor ahvollarini biz analiz qildik. Shimol Shinjongga qayerga muvofiq, Janubiy Shinjongga qayerga muvofiq, butun Urumchi rayonida qayerga muvofiq degandek narsalarni hamini men ular doklad qilib berdim. Bergandan keyin ular qanday qildi desanglar, ular buni nihoyat xursandlik bilan qabul qilib, Abnum rayon markazga yo'llabdi. Yo'llagandan keyin markazmi bu nihoyat ilmiy bo'pti bu ishinglar. Bu sizlar nihoyat puxta ishlasizlar bu ishni deb, bularga nurg'unlagan iqtisodiy yordamlarni berdi. Hamda mushin davomli ishlanglar deb yordam berdi. Bu yerda degan nima degancha, bizmi mushu ishlarni qila olamizki. Biz
to'liqsiz ham to'lg'irtiladi o'rganamiz matematika, shundaqmi? O'rganib maktabdan sirtidan chiqqandan keyin, ya'ni maktabdan darvozadan chiqqandan keyin 1-2 yildan keyin cho'qim matematika qanday bo'lib ketdi, unutib ketamiz. Undan so'ng matematikaning rol qolmamda? Yo'q. Siz ma'lum bir xizmatni qilayotgan vaqtida, ma'lum bir vazifani o'tayotgan vaqtida shuni nihoyatda pishiq, astoydil, puxta ishligingiz aslida sizning qo'lingiz yezilib qolgan, sizning yuragingiz yezilib qolgan, sizni tarbiyalab chinib turgan matematikaning roli deb qarayman. Agar siz matematikani yaxshi o'rganmasangiz, o'sha ishlarni astoydil, berilib, har bir ishni puxta qila olamsiz, qila olmaysiz. Shuning uchun sizning chiniqqaningiz nihoyatda to'g'ri bo'lganligidan. Demek benim matematik bilan bo'lgan hayotim nihoyat murakkab. Har qatam kishilar mendan so'raydi, "Sen 30 yil, 20 yil matematikani tadqiq qilsa, sen bundan zerikmedingmi? Nima foyda ko'rding? Bundan hal qilamagan masala bormi?" deydi. To'g'ri, men bir oddiy odam. Men matematik qiziqib qolganlikdan matematikani yaxshi ko'rib, matematika bilan hayot kechiryapman. Endi meningki matematika bilan bo'lgan uchrashishim nihoyat tasodifiy. Ben to'liqsiz o'qiyotgan vaqtimda mening bir o'qituvchim, ismi Imramiz Ma'lim, mushu ma'lim bizga bir topshiriq bergan matematikadan. Topshiriq bergan vaqtida bu ma'lim bergan topshirig'i men uy berib qarsam, nihoyat murakkab, taskanda men astoydil ishlab vaqtim. Ishlab, ertasi ma'lim topshirdim. 3-chi kuni ma'lim bizning hammamizning topshiriqlarni topshirib berdi. Men qarsam mening hammasi to'g'ri. O'zim ishonmay qoldim. Bu qanday gap bo'lib ketdi deb. Bir kamdagi ma'lim xulosalab mana dedi. Mo'shu sinfda faqat Abdurashidlar mo'shu topshiriqlarni to'g'ri astoydil ishlabdi. Bo'libmi mo'shuning ichidagi 5-masalani men nihoyat has ishlagandim, lekin Abdurashid nihoyat oddiy to'g'ri ishlabdi dedi. Mo'shu bir ig'iz gap mening butun hayotimda unutilg'isiz bir kechirmish bo'lib qoldi. Shuning uchun men matematikaga nihoyat qiziqib ketdim. Oliy maktabga kelgandan keyin desa, oliy maktabga kelgandan keyin haqiqatan odam bir erkin dunyoga chiqqandek bo'ldi ekan. Lekin meningki qallamda yana bor. Bu matematika bunday tez. Men bu kasbni tanladim, mushmakni o'qiyapman. Agar men o'zimni shunda erkin qo'yib olsam, buni tasnasini qanday o'rganaman? deydigan bir ideya paydo bo'lib qoldi. Shuni bilan qanday qildim insonlar? Men o'zimning turmushini nihoyatda sistemlashtirib, nihoyat planlashtirdim. Matematikani yaxshi ko'rma. Undan sirt yana bir til o'rganay degandek mushtaq bir xil plan bo'ldi. Shuni 4 yil nihoyat yaxshi o'qidim. Undan keyin men bitirgan vaqtda matematika fakulteti meni shu nimga bizningki matematika instituti vaqtida fakultet ib qolamiz dedi. Ib qolamiz degancha men ketkim bor. Nimishga aytsam, men o'qigan G'uldiz shaharlik 7-o'rta maktab degan nihoyat donliq maktabda ham men o'zim bolaligim shu yerda o'tkazgan bo'lg'achqa ashay berib ma'lum bo'lishni yaxshi ko'ratdim. Ashay berib men shu o'qituvchilarimga o'xshash, men bolalarga yig'ib, o'rgangan matematikalarni so'zlab beray, ashlarni matematik qiziqadigan, matematikani tushunadigan qilib yetishtiray deb o'ylagandim. Lekin bo'lmay qilib men o'sha ma'lum bo'lib qoldim. Ma'lum bo'lib qilib, undan keyin chet elga o'qishga chiqish imtihoniga qatnashib chiqdim. Biz o'qigan vaqt 80-yillarda ingliz o'rganish degan nihoyat oz odamlarda batdi bunday ideya. Qolgan ideyamlarda menga ta'siri ruscha bo'lg'achqa ruscha o'rgangandim. Shunga o'xshab men shu ruschani imtihon bir qatim ishladim. Haqiqatan yuqori nomer oldim, matematika yuqori oldim, ruscha yuqori oldim. Fizikada ancha yaxshi emas. Shunda bo'lsa men o'tdim. O'tib men chet el chiqdim. Chet el chiqqanda Yaponiyaga chiqdim. Yaponiyaga chiqqanda Okayama tabiiy fanlar universitetiga bordim. Berib Ma'lum bilan ko'rishgan chaqda ma'lum hayron qoldi. Sen Ayshaydan shu yerga matematika o'rganishga keldingmi deb. Shunda aytsam, matematika yaxshi ko'ramsan dedi. Albatta yaxshi ko'rmayman. Nemisini yaxshi ko'rsangiz, men nihoyat ishlik qonuniyatlarini, ashninki nihoyat birdan-birligi, rostchilligi, nihoyat odamga ba'zi vaqtida nihoyat och sovuqlarning borlig'ini bilg'ashga men yaxshi ko'rmayman. Ay bo'ldi ekansa. Undan men bilan o'rgan dedi, men ma'lum bilan o'rgandim. O'rganish jarayonida matematikaning nihoyat murakkabligini, matematikaning nihoyat tasdiqligini har doim bir qadam olganda bir qadam sezma, har kun olganda har kun qadam olganda har kun sezdim. Nihoyat tasnashga. Lekin buning ishga kirib ketsangiz, buni yaxshi ko'rsangiz, buningki butun jamiyatda bo'lib qolmay, o'zingizni mukammallashtirish uchun nihoyat cho'ng rol bo'lganini his qildim. O'qish jarayonida boshda ma'lum meni sal yaratmaganda qilgandi. O'zimga nihoyat ishonadigan odamda men ma'lum yaratmagandan keyin men o'ylab qoldim, bu yormaydigan nemisi yormaganda to'xtabdi deb men bir necha qatim ma'lumdan so'radim. Ya sen seviyorum bak tövenke dedi. Qayerim seviyorum tövenke intam ip baqsa, ya intam olmaymiz bizning davlatda dedi. Undan qanday qilmasam sen bir maqolni o'qib, mushningdan hissiyotini so'zlab baq, mushning tushunchani so'zlab baq dedi. Degandan keyin men
Aşı İngilizce maqala. Men abiyaslarga degan chaqda men abiya degan vaqtda men rus o'rgangan. Lekin men Yaponiyaga chiqish uchun Yaponcha o'rgandim. Yaponcha o'rganish bilan birga o'tirliq sizlarga demadim, inglizcha o'rgandim. Gerçi İngiliz severim yaxshi bo'lmasam, shu vaqtda ash maqolani, inglizcha maqolani muallimninki topshiriq bo'yicha men birdan-bir lug'atga qarab bo'lsam o'rganib chiqdim. Bir haftadan keyin men muallimning topshiriq bo'yicha shuni shu muallimning guruhining ichida doklad berdim. Ba'zan muallim hayron qolibdi. Sen inglizcha bilsan-ki ha deydi. Deganda men muallimga nima deyman? Ancha-muncha deb qo'ydim. Muallimninki menga bo'lgan ko'z qarashi shundan boshlab o'zgardi. Demak nima degancha mendiki bir xil aşını yaşmasam bo'lmaydi, aşını qilmasam bo'lmaydi deydigan bir xil ko'z qarash, bir xil tirishchilik bo'lishqa, aşını neki degan muallimni qoyil qildim. Muallim shuni qoyil bo'lib, menga ayrim bir bo'lim berdi. Men ayrim bir kompyuter bor, ayrim bir bo'limni o'tadigan bo'ldim. Bu meniki bir hafta uxlamay, tamoqni bir vaqtmi, ikki vaqt yeb, tirishqanlik natijasidan bo'ldi. Men bu natijani ko'rgandan keyin texim tirishdim. Doktorlik unvonlarini ilib qaytdim. Qaytgan vaqtda muallim nima dedi desanglar, "Ya, sen ketme. Sen meningki yordamchi o'qituvchim bo'l" dedi. Degandan keyin men dedimda, "Ya men ketay. Men birinchi qitim G'uljiga ketamagandim, ikkinchi qitim o'sha Urumchiga o'sam ketib olay" desam, muallim "Undan men sen bilan boray" dedi. "Voy bo'ldi, siz bormisiz, men bo'lmamdi" desam, "Yo'q, men sen bilan borman. Men ko'rib baqay" dedi. Nimini ko'rki bu muallim desam, bu muallim men bilan keldi. Shu vaqtdagi bizningki Xinjiang universitetininki matematika fakultetiga keldi bu muallim. Biz Urumchiga tushdik, atsi men bilan mana shu fakultetga keldi. Kelib unkani ko'rdi. Mush Abdurashmishda doktorlikni olib keldi. Doktor vaqtida men doktor ashti bo'lib kelgandim. Qaytib kelgandan keyin mana shu o'rgangan narsalarimni asosiyatdan men o'qitish jarayonida ishlatdim. Lekin amaliyot jarayonida ishlatdim. Yana bir eng muhim men bunda bir yerga ishlatdim. Men Yaponiyada o'qiyotgan vaqtida bizning muallim, mening shu neki degan muallimim nurg'un korxonalarga maslahatchi bo'lgan. Bu orqali bu muallim men doktorlik o'qiyotgan oxirgi yillari menga mening shu yig'inlarga boshlab olib ketdi. Men shuning bilan nurg'unligan iqtisodlik shu sosiyetet korxonachilar bilan tanishib ketdim. Shu jarayonda bir dori ishlaydigan zavod shu Xinjiangdan shu zamonlarda 80-yillari, 90-yillari Küçük boyudamda Ganso degan narsani ular shu Yaponiyaga chiqdi ekan. Yaponiyaga chiqqandan keyin buningdan bir dori yasaydi ekan, ukol yasaydi ekan-da. Mushtaq ishni qilayotgan to'q dedi. Degandan keyin men ashninki o'sha Xinjiangda agar mushuni nima qilsanglar, xam materialni Xinjiangdan Yaponiyaga akagicha qancha vaqt ketadi desam, buni Janubdan yig'ib akilib Daxiyanga akilgan. Daxiyandan poyezd bilan Tianjinga birga, Tianjindan uni Yaponiyaningki portiga birga, Yaponiyaning portidan jago nima qilib pishiqlab ishlab uning kendan dori ishlaydigan zavodga birga. Bu jarayonda nurg'un vaqt ketadi. Agar mushu Chuchukbo'ya Daxiyandan Tianjinga borgacha bo'lgan oraliqda bir qatim yomg'ir qilib qolsa, uningki ichidagi tarkibi buzilib ketadi ekan. Demak, men mushlarni uqqandan keyin men dedim bularga, bunda talabni qo'ydim. Agar sizlar Xinjiangga mushuni pishiqlab ishlaydigan bir zavod qursanglar, u chog'da sizlarga har jihatdan foyda bo'lmamdi desam, albatta yaxshi bo'ladi dedi. Buni qilgan bo'lamdi dedi. Bo'ladi deb men ularni boshlab mana shu Urumchiga akeldim. Mana shu bizningki hozir yangi ichilish rayoni, ya'ni Arplan stansiyaning yonida bir zavod qurdik. Endi bu odam matematik o'qigan turib bir zavodning planlovchisi bo'lib ketamdi deb ishlamasligim mumkin. Lekin men muallimning yetakligida nurg'un korxonalar bilan uchrashdim dedim-ku, shu jarayonda men o'rgandim shu planlashlarni. Mushtaq narsalarni o'rgandim. Undan keyin men ABAqi kichigimdan tortib o'rgangan matematikalik tafakkur bor, shularni men qilib ketdim. Shuning bilan bu plan o'tirib qo'yib, shu ishni boshladik. Texniklarni hammasini Yaponiyadan kirgizilgan, kompyuterda yumshoq detallarni ham Yaponiyadan kirgizilgan zavodni meya qurdigan, meshada material ishlaydigan bir zavod qurdik. Qurgandan keyin bu yaponlik texniklar keldi. Kelgandan keyin bular hammasi kompyuterlashib ketgan. Buni qanday qilmaymiz degandan keyin bular kelib bir oydan keyin to'xtab ketib qoldi. Ketib qolgandan keyin qanday qilamiz degandan keyin men shu o'zim program tuzish bilgandan keyin bu mashinaningki programmasini tuzishni o'rgandim. Sanoat ishlatadigan kompyuter bilan bizningki odat kompyuter o'xshamaydi ekan. Lekin uningda bir program tuzgan til bor ekan. Men shuni o'rgandim. O'rganib, ashlarning digini bo'yicha qilib biz 1 yilga qolmay, 6 oy, asli 1 yil planlagan, 6 oy qolmay bu zavod chestda qurildi. Qurilib 1 yilda bizning mahsulotlarimiz chiqdi. Burun bular 300 tonna chiqadigan narsani hozir 30 tonnaga yetmaydigan 3000 kilogramlik narsa ko'tarib chiqadigan bo'lib qoldi. Nayt zo'r unum berdi. Shuning bilan
Men bu yerda yana bir nima o'yladim. Ha, matematika o'rgansam, men nurg'un narsalarni qila olaman-ku degan ko'z qarash bo'lib, bular bilan 3 yil ishladim. 3 yil ishlab bo'lib, meniki yana bir qitim Yaponiyaga chiqib, tadqiqot ishim bo'lib qoldim. Gruppadan men chekinib chiqib, shuning bilan Yaponiyaga ketib qoldim. Demek matematikini öğrengendiğin ahire nurgun sağladı işiltipse. Demek matematika yok ya yok. Şunlaşka matematikini çok mu öğreniş gerek? Doğru. Hem de bayalların içinde nurgun yaxşı bayallan dedin. Lekin şu doktorluk makalanın neticesini demedin. O bozumu yani Japonya'nın ki matematik kamusu kirgizilgen tunci chatterlik diyen sen o değil mi? Doğru. Rahmat. Şunlaşka seninki muşu neticelerin bizdeki biz bilmeymiz ha. Biz his qilmaymiz. Balkim bizning Abnum rayonimizniki, Şinjan'niki matematik işlerin taraqqiyotiga sen unsiz töhplan qo'shib o'tsa. Bu balkim bu töhplar kelgusi ko'rilishi mumkin ha. Hozir biz shu narsani cho'nqur his qilyapmizki, Jungo ma'rifiniki matematik natijasi hozir dunyoda oldin qatorda chiqyapti. Demak bu sizlarga o'xshash mutaxassislarning töhpisi deyishga bo'ldi. Savollardan necha tushibdi? Bir javob bersang. Sizning to'liq o'tirdagi matematik natijangiz qandaqdi? Yuqurmiti, tuvanmiti debdi. Mening to'liq o'tirgan matematik natijam izchil yaxshi bo'lib kelgan. Izchil yaxshi bo'lib kelgan. Boshlang'ichchi. Boshlang'ichda bunda bir ish bo'tdi. Esimga kelib qoldi. Boshlang'ichda o'qiyotgan vaqtimizda, birinchi yil o'qiyotgan vaqtida bizningki sinf tarbiyachimiz Amina muallim degan muallimdi. Bu muallim bir kuni kiribdi. Kirib, hammanglar ayinglar, yeshinglar, tozliq tekshiraymiz deb. Lekin hammamiz ham kichik bo'lgandan keyin yashdik. Yeshib, qo'llarimizni parta ustiga qo'ydik, putlarimizni yeshib, paypoqlarimizni yeshib qo'ygandan keyin hammamizni tekshirib bo'lib, oldimizga chiqdi. Oldimizga ma'lum chiqib, undan bir o'rinda qo'yib, meni chiq dedi-ku. Degandan keyin, "Apla, chada qoldi" deb men chiqdim, chiqib undan oyog'imni yashidi ma'qul deb paypoqlarni yashdim. Ma'lum paypoqimni elib ko'tarib, bolalarga dedi-ku. Ma paypoq ko'ringlar, ma paypoq yangi paypoq emas-ku, lekin shunda pokiz yuyilgan-ku. Yitilgan yerlar bor ekan-ku, buni yamab qo'yibdi. Ma putlar qarab yiqinglar, Abdurashidning qo'llari qarab yiqinglar, timoqlari shunda pokizlanibdi. Demak, biz bolalardan mushtaq bo'lishni talab qilamiz, dedi. Deganda menga shunda bir xil ashu, menga bir xil turtki bo'ldi. Kichik sabiy qalbimda maktab degan chaqda cho'qim pokiz, ratlik bo'lish kerak-ku. deb men o'zimning onasininki menga ishlatgan qon tarni yana bir qatam his qilib, onamga bo'lgan shu vaqtdagi rahmatim eshib ketgan. Shunga menga ashu narsa har doim mening ko'z oldimda, har minut ko'z oldimda. Demak, nima degan chaqda, ashu ma'lumning bir ishi mening butun hayotimni o'zgartdi desam bo'ldi. Cho'qim ashu matematik ma'lum deymi? Matematik ma'lum. Qanday qilganda bolalarni matematika qiziqtirg'ili bo'ladi debdi. Bolalarni matematika qiziqtirish degan chaqda endi buni aytib tas. Bu faqatla shu matematika o'tadigan ma'lumning vazifasi emas. Birinchidan ota-ona buning mas'ulishi kerak, ikkinchidan ma'lum, uchinchidan jamiyat mas'ulishi kerak. Bu qanday degan gap desa, cho'qim uyda ota-onalar bolasiga matematika test fan degan uqumni bermaslik kerak. Matematikani o'rgansang, bu boshqa fanlarga o'xshash, nihoyat oson tushunib olarsan. Bu degan nihoyat oson fan, buni qonuniyatlik fan, buni o'qisang, birdan-bir o'qisang, bu nihoyat oson fan degandek mushta bir uqumni berish kerak bolalarga. Bolalarga dadillik bilan o'rganishni tashabbus qilish kerak ota-ona. Uning kendi o'qituvchimi bolalarga tushundirgan chaqda nihoyat murakkab emas, nihoyat ommabop, nihoyat oson narsalardan boshlab tushuntirish kerak deb qarayman. Uning kendin jamiyat degan vaqtimizda jamiyatni doim bularga matematikalik musobiqlarni, matematikalik kurjuklarni, matematikaning ishlatiladigan sohalarini tanishtirishi, mushta bir faoliyatlarni uyushtirish kerak demak. Bu nihoyat obyektiv javob bo'ldi. Menimcha bizning ota-onalarning hammasi saqlanadigan masala. Matematik nihoyat qiyin deydigan ideyamizni oshkorlab qo'ymiz. Buni shunga bu taklif meni intayin yaxshi. Demak, bu nima desa, bu Abdurashkamning dastlabki degan gapi bilan munosabatga. Matematika faqat birda javob bor. Rostchilik to'lgan fan degan gap. Demak, bu yerda rostchilik to'lgan gap degan so'zning og'zida nihoyat yuqori bir falsafiy fikr bor. Bu yerda odamning o'zini mukammallashtirish ideyasi asosi o'rnida turadi. Shunga bu xil ruhni joriy qildirish, bo'libmi matematik ruhini, javobning bir bo'lganligini, samimiy rost ekanligini qanot yaydirish menimcha intayin muhim.
yoshlar vakillarininki savol so'rash bosqichi. Qani sizdan kelsin. Assalomu alaykum Abdurashid muallim. Men Shinjang Universiteti Matematik fanlar institutining magistr aspiranti İmam Mehmet bo'laman. Bugun sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib o'sha yerda bizga matematik to'g'riliq so'zlab berganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Muallim siz bizning rayonimizda matematika o'quv-o'qitish faoliyati bilan, tadqiqoti bilan shug'ullangandan boshqa chet ellarga chiqib, ya'ni Yaponiya, Avstraliya qatorliq davlatlarga chiqib, takliflik professor sifatida shu yerda o'quv-o'qitish faoliyati bilan shug'ullanibsiz. Shu jarayonda siz bizning davlatimizdagi matematika o'qitish bilan chet ellarning matematika o'qitishida qanday farqlarning borligini his qildingiz? Mush to'g'risida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Chet elniki deganimizda, masalan, men borgan Yaponiya bilan Avstraliyanikini asosiyatini bilaman. Bu ikki davlatda asosligi qo'llanishni, uning kendan kompyuter orqali hisoblashni, ya'ni model tuzishni, program tuzishni, chiqqan natijani asliy natijadan selishtirish degandek mushtaq amaliy ahvollarni o'rgandik. Uning kendan o'xshamaydigan yana bir nima deganchada, bizga o'xshash bir mavsum dars o'tib bo'lgandan keyin bular qog'oz imtihon olamiz demaydi ekan. Bular qanday qildi ekan desa, bular bizga ma'lum bir temada topshiriq berdi ekan. Mushu temini men bir haftagacha ishlab kelishim kerak ekan. Bunda qanday nima deganchada, bunda qanchada ben cho'qim bir maqol yozib keldim deganga o'xshashda, men ma'lum bir sohada ma'lum bir bayqashni tepib shu to'g'riliq men bir ilmiy maqol yozdim degan. Bunda qanday nima bo'ldi deganchada, o'rgangan bilmingni ishiltalaysa, uning kanda senda yangilik yaratishi bir rol bo'ldi. Unga o'tirib mushu maqolni yozishning usullarini o'rgansa degan gap. Demak, o'xshamaydigan yeri mushu jihatdan zo'r o'xshamaslik bo'ldi ekan. Yana birisi bularninki asas jihatdan har qanday narsani kompyuterda cho'qim amaliyot bilan tajribani birlashtirdi ekan. Agar men bir nazariyani o'tirib qo'ygan bo'lsam, buning amaliy isbotini men matematiklik nihoyatda mukammal isbotni nazariya jihatdan beraman ekan. Uningdan sirt amaliyotda mushu nazariya ishlatgani bo'lamdi, bo'lmamdi. Agar ishlatsam bu nazariyaning javobi qanday chiqadi? Nazariya bilan amaliyotninki ikkisining natijasi o'xshashmi, o'xshash emas. Agar o'xshash bo'lmay qolsa, qanchalik farq bor? Mushu jihatdan o'xshamaydi. Amaliy javob bo'ldi, nihoyat yaxshi. Bizning matematikada topshiriqni ishlab o'tamiz, uning amaliyoti bilan nima munosabat chatqimiz yo'q bizning. Demak, biz faqat ma'lumga hisob ishlab beramiz, topshiriq hisob ishlab beramiz. Shunga mushu o'rganish usuli menimcha intayin qimmatli ekan. To'g'ri. Assalomu alaykum Abdurashid muallim, yaxshimisiz? Men Shinjang Universiteti matematik fakültetining o'quvchisi Rahabiya Abdurashid bo'laman. Sizningki leksiyalaringizni anglagandan keyin bek ta'sirlanib ham xush bo'ldim. Hammamiz bilamiz, matematika hamma fanning asosi deymiz-ku. Shunda turibli hozir mayli ota-onalar yoki jamiyatda bo'lsin, ularning qarashida matematik natijasi yuqori bo'lgan bolalarning hammasi aqlli bo'ldi deydigan qarash bor. Sizning mush qarash to'g'rimidi? Mush to'g'risida ozroq tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Bo'ldi, rahmat. Bu qarash mencha xato deb qarayman. Faqat matematik bo'lsa aqlli degan bu mantiqiy uyg'un emas, to'g'ri emas. Bu yerda matematika bilganlar aqlli emas. Matematik bilganlarning ishidami hamda jamiyatga rol yo'q. Asqatmaydigan kishilar bo'lishi mumkin. Shunga bundaq desak bo'lmaydi. Odamlar tug'iliblar, u dut bo'lmaydi. Tug'iliblar aqlli emas. U yetaklashdan bo'ldi. Ya'ni oilaning tarbiyasi, jamiyatning tarbiyasi, shundaqla o'zining taraqqiy qilishiga ergishib, u taraqqi qilmoqdi. Shunga biz faqatla uningki bir nuqtadagi, bir fandagi ya bir nuqtadagi kamchiligini tutiliblar, buni dut deb bir yo'lda aytib bersak bo'lmaydi. Uning ortiqchiligi boshqa yerda bo'lishi mumkin. Masalan, adabiyotda bo'lishi mumkin, rassomlikda bo'lishi mumkin, tantarbiyada bo'lishi mumkin. Agar u tantarbiyada nihoyatda talantli bo'lsa, uni oshi jihatdan yo'lash kerak. Oshi jihatdan o'zining talantini joriy qildirish uchun uningga yaqin yordam bo'lish kerak. Hargiz bolalarni sen döt, sen kalva, sen asqatmaysa deydigan narsani demaslik kerak. Sen ota-ona bo'ldi ekansan, cho'qim balangning ortiqchiligini tepishga moyir bo'lishing kerak. Hargiz uni sen döt, sen kamsmaysa, sen jamiyat asqatmaysa degan tillarni qilmaslik kerak. Chunki u balda cho'qim bir xil alaylik bor. Belkim sen bayqamagan bo'lishing mumkin. Yoki ma'lumlar bayqamagan bo'lishi mumkin. Yoki jamiyat bayqamagan bo'lishi mumkin. Shunda bir kunlar kelgan, aşı balaninki, aşı alayligi cho'qim uning uchun nihoyatda zo'r to'plarni qo'shish mumkin. Bu fikrim qo'shilaman. Chunki
agar o balniki bir alayligi bo'lmasa bu dunyoga kelmaydi. Bu dunyoga kelganken cho'qim uning bir alayligi bor. To'g'ri. Xuddi boya matematik bilmagan odamni dot digil bo'lmaganga o'xshash, matematik bilgan odamni aqlli tekezak bo'lmaydi. Bu sanqartilgan emas lekin. Şoňaşqa biz taňyp bolğan saqlaş intaýyn muhim. Her bir adamning qimmati o'zi bilan bo'lishi mumkin, ha? Assalomu alaykum Abdurashid muallim, yaxshimisiz? Yuqorida sizning shu matematikaning amaliy qo'llanishi, roliga qarta so'zlaganlaringizni anglab, shu o'zimning necha yillardan beri matematika o'rganibma, matematika qarta tushuncham undaq bakillik keng emasligini, shunchalik tar doiradan yuzaki ekanligini his qilib qoldim. Ondan başlayalım sizden şu Ali mektep okuyucularına yeni cümleden şu Ali mektepte matematik kesbide okuyan okuyuculara nispeten kandak kıymetli teklif fikirleriniz var sözlerden olsanız rahmet. Oldu, rahmat. Yaxshi savol so'radingiz. Bizning o'quvchilarimiz endi matematika emas, boshqa fanlarni o'qiyotgan o'quvchilarimiz bor. Endi matematika o'rganganlarga nisbatan deb aytganda, ular men jamiyat chiqqandan keyin men matematik ma'lum bo'lman degan ko'z qarashda bo'lsa bo'lmaydi. Ben özüm tecrübe sabahlarına qaraganda, meningki hozirgacha bitigan 36 aspirantımningki bir 20 oliy maktablarda ma'lum bo'lyapti. Qolganlari hammasi cho'ng shirkatlarda ishlayapti. Chet ellarga chiqib cho'ng xalqaro shirkatlarda ishlayotganlar bor. Endi to'liq kursni bitigan o'quvchilarim uchun ularni xil nurg'un. Bulardan bankada xizmat qilayotganlar, isrofxonalarda xizmat qilayotganlar, unga bajda xizmat qilayotganlar, nurg'un korxonalarda xizmat qilayotganlar, nurg'un o'rinlar. Bular nima qilyapti desa, bular asosiyatan masalan bankada ishlayotganlar, bankininki programmasini loyihalash, programmani bejirish qatorliq yerlarda ishlayapti. Masalan, Qarmayda ishlayotgan bir o'quvchim, Qarmayninki mayni qidirib tekshirib tepish degan o'rindagi programmasini loyihalash o'rinda ishlayapti. Cho'ng shirkatlarda şirket liderinin yardımcısı bo'layotgan hem lider bo'lganlarmi bor. Uning kendidan aşı çoğ o'rinlarda masalan tarqat gruppalarda ishlayotganlar bor. Shuning uchun bolalar oliy maktabda o'z kasbini yaxshi o'qish bilan birga qo'shimcha kasblarni, qo'shimcha bilimlarni o'rganish kerak. Bunda desam, sizlar men vaqtim yo'q deyishinglar mumkin. Ya unda emas. Siz kasbingizdan sirt kompüter o'rganishingiz, til o'rganishingiz hem başka bir kasbini qonun o'rganishingiz albatta bo'ladi. Chunki oliy maktab degan bir erkin o'rin. Uning da vaqt degan nihoyat ko'p. Sizni kashkicha tutib olgan ish yo'q. Siz kutubxonalarga kira olasiz, bozorga chiqa olasiz, boshqa yerlarga bora olasiz. Har qanday bir yerda siz o'rganish qila olasiz. Kompüterni cho'qib o'rganing. Chet el tilidan birini cho'qib o'rganing. Ona tilingizni yaxshi o'qing. Mening tashabbus qilganim shu. Assalomu alaykum Abdurashid muallim, assalomu alaykum Umid aka. Hammanglarga mushundaq yaxshi bir fursatda, mushundaq yaxshi aktiv energiyalik bir mazmunlarni taqdirgan darsxonada sizlar bilan jam bo'lganligimdan intayin xushalman. Shundaq bir misolni aytib kelyapti. To'liq o'rtada o'qigan vaqtlarimizda shu oliy maktab imtihon berilgan mazgil kelganda, shu oliy maktab imtihon berilgan o'quvchilarni ijtimoiy fan va tabiiy fan deb ikki turga ayriladigan bir ahvollar bor. Endi ijtimoiy fanga chiqadigan o'quvchilar nimani asosiyatan tutqu qilib turib ijtimoiy fanga chiqadi desa, shu matematikadagi natijasining alayda tövəlligidan yoki matematikani bilmaganlik sababidan, garchi fizik, ximiyani yaxshi ko'rsimi, shu kasb bir utuq qozonqisi bo'lsa-mu, lekin matematika natijasining alayda tövəlligidan qo'rqib ijtimoiy fanga chiqadi. Ularning qarashida nima deganda, faqat men ijtimoiy fan o'qisam, fizik nima, siyosat, tarix, coğrafiyani yaxshi yodlasamlar, shu kasb cho'qim nuqtaliq bir oliy maktab o'talayman deydigan shunday bir ko'z qarash bor. Lekin men to'liq o'rtada o'qigan vaqtimda o'zim tabiiy fan o'qigan, o'zim hozir oliy maktabda o'qiyotgan kasbim ijtimoiy fan munosabatlik doktor siyosatchilik kasbida o'qiyotgan bo'lsam, ya'ni kelgusida umidkomlar o'xshash bir axborot sipo qitilg'uchi bo'lsam-mu, tabiiy fanga alohida ishtiyoq bog'layman. Mayli ijtimoiy fan sohasidagilar bo'lsin, mayli tabiiy fan sohasidagilar bo'lsin, bo'pmi ijtimoiy fan sohasidagilar shu matematikani o'zining kasbida qanday qo'llansa, o'zining shu ijtimoiy fan sohasidagi bilim qurilmasini yoki kasbiy ishlarini texnik yuksak palliga yetkaza oladi. Endi biz o'tir maktabda o'qiyotgan vaqtimizda albatta ijtimoiy fan hem tabiiy fan deb bo'lamiz, shunaqo. Endi bizningki yana eng oxirgi maqsadimiz imtihon berish bo'lganlikdan qaysi fanda yuqori nomer olalaydi degan chaqda albatta ijtimoiy fanda yuqori nomer oldi deb matematika sal qarab qolgan ish bor. Bu to'g'ri emas. Chunki odam o'zini abiya dedi-ku, matematika degan odam o'zining tafakkurini qanday qildi? Yetishtirdi. Odamni sezgirlashtirdi, odamni o'tkir qildigan, odamni old ilgirlashga chidamchilik qildigan, odamni rost so'zildigan, odamni kishilarni hurmat qildigan, mushtaq narsani o'rgatadigan
odamni chiniqtiradigan bir tantarbiya dedik. Unda bo'lsa sen o'sha tantarbiyadan balani o'quvchilarni sen ajratib bersan, u qanday bo'ldi? Yaxshi bo'lmay qoldi. Biz hargiz hech kimni ayirib etmaymiz. Sen matematikani o'rgansang, cho'qim uning adabiyotga bo'lgan, ijtimoiy fanga bo'lgan roli bor. Uni ilgirlashga, uni texnik mukammallashtirishga, uni xato so'zlamaslikka yetaklaydi. Agar sen ijtimoiy fanni yaxshi o'qisangchi, sening til qobiliyating, sening so'zlash qobiliyating, sening nutq qobiliyating, sening yezish qobiliyating o'sadi. Shaylarni noiti oddiy so'zlar bilan yaxshi tushuntirib bergan bo'lsa deb bundaq o'ylaymiz. Hargiz ikkisi ikki narsa emas. Ikkalisi sen uchun foydasi bor, ziyni yo'q. Charles Chaplin Einstein'ni siz bir yetişken senetkar ekansiz debdi. Xuddi shuna o'xshash. Meningcha bu shoirona ilhom bilan logikalik tafakkur bir yakani uchrashidi. Andın o bir o'rtaq muvaffaqiyatga yetaklaydi. Yani gapimni bilib qo'ysam, hozirgi o'quvchi degan chog'da, yana bunda bir narsa ham qildi. Bizmi o'quvchilarning kitob o'qishga tashabbus qilamiz. Lekin bizning tashabbus qilganimiz bizning tabiiy fan bo'lganlikdan tabiiy fanga oid kitoblarni o'qishni tashabbus qilamiz. Chunki bu o'xshash kitob. Sana nima kerakli bo'lsa, sen shu kitobni o'qishing kerak. Agar men adabiyotga qiziqadigan bo'lsam, cho'qim adabiy kitoblarni o'qishim kerak. O'zimga foydali, o'zimga asqatilgan, mening dunyoimda mushundaq bir yo'nalishdagi kitoblar yaxshi desam, tushensam, men shu yo'nalishdagi kitoblarni o'qishim kerak. Men qor qo'yib mening o'quvchilarimga adabiy kitoblarni o'qinglar deb, u matematikada g'olqib ketgan kitoblarni, tabiatni g'olqib ketgan kitoblarni o'qinglar deb tashabbus qilishni xohlamayman. Lekin u o'zining erkinligi. Agar o'qisa, o'qisin. Lekin mening ko'z qarshimda cho'qim odamlar o'ziga mos kelgan, o'zi yaxshi ko'rgan, anan kendin jamiyatni taraqqiy qildiradigan, odamning engini taraqqiy qildiradigan, olg ilgirtadigan, odamga yordam beradigan kitoblarni o'qishni tashabbus qilma. Assalomu alaykum, Abdurahmon, yaxshimisiz? Men Urim shaharlik Suluq o'rta maktab o'quvchisi Farizat Karam bo'lman. Men o'zim bir ijtimoiy fan o'quvchisi. Ijtimoiy fan kirganda yaqin men matematikani shu-mushulqi cho'qim o'rganish kerak bo'lgan bir fan qatorida o'rganib kelgan. Oliy maktab imtihonidimi 96 nomer bilan xeyli yaxshi natija oldim deb o'ylayman. Yaxshi. Endi sizdan nutqingizni olgandan keyin shu oliy maktab imtihonida matematikada mushta yaxshi natija ilib o'zimning matematik o'rganish jarayonida tafakkurimning logikchanligini yetilganligini his qildim. Endi sizdan nutqingizni olgandan keyin men eng ta'sir qilgani shu o'zi yaxshi ko'rgan kasbni tanlab, kasb bilan amaliyotni birlashtirish bo'ldi. Men endi bir oliy maktabga endi yangi qadam qo'yish oldida o'quvchi bo'lish sifatim bilan sizdan shu muvaffaqiyat qozonish jarayonida qandaq bir tajribalarni bizga yakunlab, bizdan keyin shu oliy maktab bitirib chiqqandan keyin jamiyatga bir kishilik to'kpimizni qo'shishimizga yordam bo'lgudek bunday bir tajribalaringiz bo'lsa so'zlab berishingizni umid qilaman. Hozir savol so'rgan singlimiz bo'lsa Farizatda, ya'ni bu qitimliq oliy maktab imtihonida ijtimoiy fanlar sohasida Abnum rayon bo'yicha yo'l a'lo bo'lgan singlimiz ekan. Tabriklaymiz. Meningki endi yakunlagan tajribam nima degan chog'da, cho'qim odam oliy maktabda o'qish kerakka, birinchisi. U inson bo'lgankan cho'qim yuqori bilim olish kerakka. Mushu hayotida nihoyatda kishilar o'rganib boqmagan narsalarni, kishilar ko'rib boqmagan narsalarni ko'rish kerakka degan mushta bir o'yga keldim. Men o'rganish jarayonida his qilganim, agar siz qiziqsangiz, siz tirishsangiz, cho'qim yetalaysiz ekan. O'zingiz bir odam, inson bo'lgandan keyin siz o'zingizning nemingiz bilan huzurlansiz, nemingiz bilan o'zingizga bir xil ishonch paydo bo'ldi. Cho'qim sizning bilimingiz bilan bo'ldi. Bu bilim nereden keldi deganda, bilimni o'zligini o'rganib olganim bo'ldi-da, lekin oliy maktab bo'lsa tezroq bo'lib ketdi. Nemishga desa, nurg'un professorlar, nurg'un olimlar u yerga yig'ilgan. Ashlarning tajriba savoqlari orqali ular sizning bir kitobni o'qigan vaqtingiz ketgan vaqt qaraganda ularning bir qitimliq leksiyalari yoki bir qitimliq darslardan siz nurg'un narsani bilib olasiz. Lekin mening tashabbus qilganim yana o'z o'rganganga yetmaydi. Ammo vaqtni ko'zlaganchada cho'qim boshqalarning tajriba savoqlarini yakunlash, boshqalarni anglab yiqish, boshqalarning o'rgangan narslarini doim anglab turish kerak deb qarayman. Assalomu alaykum, Abdurahmon. Men Nazokat Alibulman, hozir Xinjiang universiteti matematik kasbida magistr aspirantura o'qiyapman. Men bugun bu nutqingizni anglagandan keyin
Şundaq məmnun buldum. İşləmənki bu sorundakı hər bir kişiyə çoxum təsiratlar qaldırdı. Rahmat. Əmdi mənim şundaq sual sorğum ki vardı. Əmdi mən bu matematik kəsbdə oxutma, əmdi bəzilər matematik kəsbdə oxuyanlar çoxum matematik oxutquchilik xizmati bilan shug'ullansa o'zining qimmat topgan bo'ldi deb o'ylaydigan. Əmdi matematik oxuyanlarga faqat shu bir yo'l bormi yoki boshqa qanday sohalarda xizmat qilsa bo'ldi shu haqda qarashlaringizni so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Bo'ldi. Nayt yaxshi savol berdi. Demak, o'qituvchi bo'lish nayt olajanoblıq sharafli xizmat. Lekin men o'qituvchi bo'lma desanglar, hamma odamni o'qituvchi qilayotgani bo'lmaydi. Hammasi o'qituvchi qilsa kimni o'qitadi ular? Kimni o'qitadi? Shuning uchun sizda cho'qim bir xil ideya tayyorlab qilish kerak. Men gerçi matematik o'qigan bo'lsam-mu, jamiyat chiqib men har qanday bir ishni qila olmayman degan bir iroda bo'lish kerak. Men cho'qim noldan boshlay olmayman. Men ma ishni cho'qim qila olmayman degan ideya bo'lgan vaqtida unkan siz jamiyat chiqib xizmat topa olasiz. Hamda egrilikni tiklanlaysiz. Mening ko'z qarashim nima degancha, mening ko'z qarashim men o'qigan vaqtda cho'qim astoydil yaxshi o'qiyman. Lekin jamiyat chiqqandan keyin jamiyat men xizmat topalamdim, topamamdim. Topamay qolsam, o'zim egrilik yarasam bo'ldi. O'zimning qiymatini o'zim yaratishim kerak. Nimishga desam, menda bilim bor. Undan keyin men tirishsam cho'qim hal qila olmayman deydigan biz ko'z qarash bor. Hargiz ota-onamni tayinib qolma. Hargiz jamiyat tayinib qolma. Hargiz meningki yiqilarim tayinaman deydigan ideyadan ko'z qarashdan arilib ketishimiz kerak. O'g'inda qarashlar hammasi ibtidoiy qarashlar. O'zingizning qiymatini yaratamaysiz. Cho'qim sizdan bir mundaq bir ideya bo'lishi kerak. Men haqq tayinib yashab ketdiman deydigan ideya bo'lmasi kerak. Men o'zimga tayinib, mayli qaynoqsa issammi, o'zimga tayinib yashab keldim deydigan bir xil ideya bo'lishi kerak. Shundaq bir nimani yakunlanadigan bo'lib yashash kerak. Şunlaşqa siz o'qigan vaqtda cho'qim mashundoqni oydinlashtirib kerak. Meni palonchi ma'lum imtihonda o'tkazib qo'yamdiki, ya palonchi tuqunum meni xizmat o'rlashtirib qo'yamdiki degan ideya bo'lsangiz, biz siz degan iste'dod jamiyat yashayotgan odam deb qarashingiz bo'ladi. Unda qarashni tashib etaylik. Hozir qanchinchi davr? Hozir degan noyati fantastik taraqqiy etgan davr. O'zingga tayinlagan vaqting, o'zingga ishingga vaqting, o'zingga tayinib yenilik yaratgan vaqting. Sana hukumat, xalq shundoq cho'ng bir xil sharshayatni yaratib bergan vaqtda, mushta vaqtda o'zingning yosh jalb shundoq ruhingni joriy qildiramsan, qachonda joriy qildirsa? Tirishayli, qila olaysizlar. Xalqning bolalar qildigan nima ish qilolmay ekan. Biz doim xalqlarningki ijod qilgan, xalqlarning yaratgan narsani ishlatib o'tiramdik. Masalan, aytaylik, sizlar eng yaxshi ko'rgan telefon kim ijod qilgan? Xalqlar ijod qilgan. Biz ishlatamiz, qimmatga ishlatamiz, shuni 5000 so'm ishlatamiz, ishim og'rib ketadi. Bizning boshda telefonlar chiqmamda? Cho'qim chiqadi. Sizlar tirishsanglar, biz tirishsak, hammamiz tirishsak cho'qim chiqadi. Mana bu hayajon menimcha notiqning asosi. Hissiyat bo'lganda notiq kuchga ega bo'ldi. Biz bugun bizniki programmamizda matematika sohasida tuhfa yaratgan shaxs, bunda aytgan chaqda Yaponiyaning matematik qomusiga kirgizgan shaxs Abdurashid Abduvali bilan paranglashdik. Abdurashid akamningki o'z kasbini o'rganish, ishiltish, shundaqla yashash jarayonidagi hayot kechirmishlari, mukammal ideyalari bizniki yoshlarimizniki o'z hayot yo'lini to'g'rilab yangicha istiqbol yaratishida texmi cho'nqur ta'sir ko'rsatishini umid qilamiz. Ko'p rahmat, sizlar soni ko'rishaylik.